sizni yuragimni do'ri bilan, qalbimni qo'ri bilan yaxshi ko'raman. Siz hayotimda ikkinchi onamsiz. Men faxrlanaman sizdek qaynonaga kelin bo'lganimdan. Osonmas ekan oyijon, ko'ryapman bitta farzandni tarbiya qilmoq. Ko'z kipriklaringiz orasida asragan bolangizni soniyalarda qo'limga ishonib topshirdingiz. Rahmat barchasi uchun. Boringizga ming bor shukr deyaptilar. Baxtiyor akam bilan gaplashdim, aytayaptilar, onajon, davlat ishi deyman, bugun u ish deyman, bugun bu ish deyman, sizga vaqt ajrata olmayapman jonim onam. Nima qilsam-da haqqingizda ayta olmayman. Nima qilsam kam. Lekin ozgina sizni xursand qilish uchun harakatdaman jonim onam deyaptilar. Sababi siz ham ona bo'ldingiz, ham ota bo'ldingiz. Hammaning onasi yaxshi. Lekin men onam bebaho. Chunki bolam deb borini